Әтгәнлек наштыда yeyishga mos keladigan uzuqlik qiymati intayin mo'l bo'lgan savdo turmal qilish usulini olib keldim. Yulduz belgisini biz saqlab olgandan keyin sizlarni cho'qim sinab beqinglar. Eng oldi bilan o'zimizning ehtiyojiga qarata uni tayyor qilib olib, muvofiq miqdorda tuz quyib, lag'man xamirning bo'shchiqligida xamir yo'g'irib tayyor qilib olamiz. Xamirni yo'g'irib bo'lgandan keyin tendir uchun qo'yib qo'yamiz. Undan keyin xamirimizning oziqliq qarata qizil seriq savzni qirib tayyor qilib olamiz. Undan keyin savzni yumshatish uchun oz miqdorda oq shakar chechib, yaxshi aralashtirib qo'yib qo'yamiz. Endi xamirni qayta ishlab zovul qilib olgandan keyin 5 minut tindirib, nepiz holatda takshi yeyib tayyor qilib olamiz. Xamirni ustiga bayam qirib tayyor qilib olgan savzni takshi holatda yeyib olgandan keyin tushitilgan suma yoki zaytun mayda muvofiq miqdorda takshi qo'yib olamiz. Agar tatliroq yeyishni yaxshi ko'rsanglar, oz miqdor shakar chechib etgandan keyin yem holatda turmallab, oldin qaynab tayyor bo'lgan qazimizni silib 15 minut dimlab olsak, intayin yeyishlik ham uzuqlik qiymati yuqori bo'lgan savdo turmimiz tayyor bo'ldi. Filmni yoqtirgan bo'lsanglar, qo'llash yo'lini inkas rayoniga ko'plab alt-altni yo'llab qo'yg'ash bir